Assalamualaikum. Yine yani nelerde Instagram başkalarda köp nelerde körburimiz. Bir de asosiy ramni yig'ishda katta xatolik o'sha bo'libdi bular. Noto'g'ri yig'ilgan ram hisoblanadi ular. Bizda ob-havoni issiqligi, masalan, Xorazm sharoitida ob-havoni issiqligi yuqori. Boshqa joylarda asosiy hamma ramni bir xil ishlash kerak. Bu yerda men profildan kesib tayyorlab netdim ko'rsatish uchun. Bu profilda suv ketish kanali deydi. Narsani taxlanishi, suv ketishini. Ben tarafına köçe tarafı bir de kışyası koyuladı. Bunu koyuluştan sebep içinden nemliklerde erten bir istikla paketlerde işten çıkarıştı, elden aladı bu. Bir de bu köçe kısmından hesaplaganda en keminde 8 mm kaçış gerek. Ben hazır şunu açılış nesinde körsetip ötecek mi bunu? Şunu. Su kelip bu kanal aşağıdan bu kanalda köçe açık ketadi. Tashqari açık ketish kerak. Buni bu to'shilgan aralığı stenkada divalni qirog'idan 2,5 santidan boshlanishi kerak, ta 7 sant o'rtaligi bo'lishi kerak. Go'st standart bo'yicha 2,5 dan 7 sant o'rtaligi. Asosiy divalni qirog'idan nemliklar yuqori qismidan nemliklar ko'proq yig'iladi bu yerda. Shuni oqib tushib ketish uchun 2,5 santidan pishiradigan joyini 7 santiga ochirish kerak o'rtalig'i. Profilni Z qismini kelsak, profilni Z qismidan shunday tushib ben tarafa chiqib ketadi. Bu kanallar açılgan vaqtında bizde hammasi açilishi kerak. Mesela su ketadi, bundan ikisinden ketip mesela nemlikler çıkıp ketishi mümkün deganda bu kanallarda ben taraf tekize hammasi açıladi bunu. Şimdi görünüşte yine. Noga deganda bu fasad kısmı, yüz kısmı bo'lgani uchun profillar qizib turganda buni shamollatib ham turadi buni ichini. Hammasini profillar shamollab içinden shamol o'tib turishi kerak. 100 kısmından. Ko'pchilarda mesela buyurtmachilarga ne aytamiz? Oq profil qo'yadi. İçinde mesela issiq sovuqqa boshqaga chidi desa yo'q deydi. Oq profillar sarayib qoladi. Bu sarayib qolishini ham asosiy 3 narsa sababchi bo'ladi. Noto'g'ri yig'ilgan ramlar. Bu kısmına kelganda bam shunday. Ugl kısmından 2,5 dan 7 sant açilishi kerak o'rtalig'i. Ramımızı tepe kısmına kelganimizda bir de yig'ilishda tepe kısmı bergi asti kısmı profilga qaraganda bu boshqacharoq ishlanadi. Bunda iki kamera açıladi. Bu suvdan ketib bunday tushib, ben tarafdan chiqib ketadigan bo'lsa 2 kamera, mesela bir kamera açıladi. Profilni yuqori qismına kelganda bunda ishlash sistema sal boshqacharoq bo'ladi. Orqaga qaraganda, bu ast qismga qaraganda suv ketish kanali açıladi, lekin bu suv ketish kanali bo'lib ishlamaydi. Endi bu shamollash tizimi bo'lib ishlaydi bu. Mana yuqoridan to'shilganda ikkinchi kamera, uchinchi kameraga deyim to'shiladi hammasi. Aslında birinchi kamera ochiq qoladi bo'lgani. Shuncha nesi bor buni qochirma. Yuqorgi qismida üç kamera açılış gerek. Bunda doğrudan doğru ısı tushgan vaqtında bu o'zini gaz yig'laydi içinde. Kamacha payka bo'lgandan keyin içinde dimiqishi mumkin. Profil dimiqadi, o'shuning hisobini profillarimiz sarayib qoladi, oqlar. Shuni xususiyati bor. Endi ko'p Rossiyada yurib birgalar aytadi. Yine bu narojniy deydi. Mesela ko'cha tarafdan ishlanganda, mesela ishlanib turganda bizda bu yerda atkoz, atliv qo'yilmaydi. Nelerge? Ulishni atlifdan ishlatilmaydi bu yerda hech kimda. Hammasi suv uriladi, shkaturka bilan beklangandan keyin bu yerda atlif. Agarda atlif qo'yib ishlanganda u sistema boshqacharoq ishlaydi. Bu yerda drenajniyni bu yerda to'shmaymizdan buni skrit etiladi bu ish. Asti ber qismi to'shiladi polniy. Yana bu kameraga qarab ketadi bu.
yukarı kısmından töşüp ötürüp şu az kısmı töşele dedim onu. Bir skriti. Bunda skriti de aytıladi. Nene ko'rinishda skriti qilinadi. Ha shunday. Bu yerda atlib turadi. Kapelni mesela suv atgan temirni ustidan oqib ko'cha tarafga chiqib ketadi bu. Shunchaki ishlarimiz yine. Shunday sifatli yig'ilgan ramlar kimga keraksa murojaat etishlaringiz mumkin. Ya yozishlaringiz mumkin kuniga. Buni mesela ramzat turadigan jo'r narsalaringizga yuborib qo'yinglar iloji bo'lsa. Samarezlar oraligi bu rang ichki tashki hisoblanadi. Profilimiz 10-15 sm oraliq urilgan samarezlar ramlarga bir de qo'shimcha usulini teshga hisob to'shgan narsani usulini qilingan ramlar hamma joyini teshkiga erta vaqt o'ttirib bu stiklo ochib netib bermaydi buni. Ramımızı kısmına kesek mexanizm, обычный mexanizm qo'yilgan, oddiy открывание bu. Bu degani oddiy открываниyaning ko'p arg'i yuzlik boshqa qo'llablarga qaraganda xususiyat katta. Bu ramni yuz qismini masalan hamma joyini bir xil qisib berib bo'ladi. Shuning uchun bu issiq sovuqda ya boshqani tekis ushlab berib bo'ladi bu ramlarimiz. Metallar akvani o'zidan 100% solingan ramlarimizga. Bir de e'tibor etadigan bo'lsak, rezinka qismi o'tilishlari. Rezinkalarda o'tilib yuqori qismi eng yuqorida to'xtagan mana. Asosiy to'g'ri yig'ilgan ramlar shunday bo'lishi kerak. Mexanizmlar ko'rinishi saydimetrda. Bularda ram vaqt o'tib deyib qolganda asilib yılıştırıp yani bana ko'tarib 160 gradus nesi bor buni harakati ramlarda. Bu ramimizni ko'cha qismına kelganda yine shunday bo'lishi kerak bu ramlar. To'g'ri yig'ilgan ramlar. Bu yerda suv ketish kanallari qo'yilgan. Bu qismimiz ramni yuqorgi qismına qaraganda bir bölek kamera hisoblanadi. Oddiga qaraganda. Bölek kamera, pastki bölek kamera. Çünkü sifatli ramlar kime gerekse müracaat etişleriniz mümkün. Bu videonu akvalovchi yasatadi onalarga yuborib qo'yinglar. Tanishlarga. Kattaroq foydaliroq narsa bo'lishi kerak. Adashmasinlar.